Qaysi bo'lyapkan? 100 ming so'm so'rayapti. Tashmaylar aka. Bir aka. Bo'lmasa. Aka, adashmaydi keyin ayolingizga Qaysi oladi? To'g'ri qilib beradi. Bu nechi Ziyo aka? Ha? Nechi bu? 24 78 ming, 68 ming yurgan. Anosi 2010 Koreys. Ha. Koreys. Bizda 13 sotadi, 13 toza. 13 toza oshna. Shu meni so'raysiz. Ama ben üzerine bakıramam. Baraka oldu mu? Yo'q, endi. Ashla bo'ldi barakasi bo'lyapti. 24 68 ming yurgan. To'g'ri qilib beradi. O'shunda ham hozir 7 ming tepasiga tushadi ekan. Mashina. Yerda yarim tepasiga Ziyon qilyapsiz. O'tkazishgan jo'rasizlar. Ashfoyda bo'lyapti. Hozir 67 ga 100 ming so'm akam beradi, umrda akalaman. 7 tepasiga ketib yarim bo'lmaydi. Hozir notarius to'laydi. Notarius 500 dollar ketadi, tuzgan. Notarius 1 million 600 ming, nomer 6 million 200 ming. Hisoblanadi. To'g'ri qilib beradi deyapman. Ashni foyda qilamiz. Bering Mahmud aka to'g'ri kelsa. Hozirga qancha yursang yana bozorda yurasiz. Hozir 7000 dollar pulimizni to'g'risi. 3 so'm shu tiniq bo'lsa ham shart uyushtiryapti. Uni oldingidaqa 500 dollar. Mana siz bilasiz. endi bizda ham shu ziyoniga ham sotgan kunimiz bo'ldi-yu aka. Qilaylik endi. Foydaga kiryapmiz. Endi shu ziyonni gapirmang, ziyonni Ha? 30 mingga oshiq pulimiz ko'chada qoldirib qo'yamiz. Uyda turib qo'lingizni ushlagan o'zingizniki. Birovlarda falonchilar pulim bor. Ha endi 20 ming 30 ming pulni ko'chaga chachib olib yurgan odam nima endi bu deyapti? Ashna bo'lib ko'payib ketyapti. To'g'rimi? Ashna bo'lib ko'payib ketyapti. Hozir naq ekan o'tkazib olaman deyapti aka ko'chalar ekan. Endi u mendan olmasa ham, yuboyda olsa ham bo'ladida. Olsa bo'pti kelinlarni quvasi. Lekin biz bir marta dokumentni beramiz. Bir oydan keyin yo'q, shu oydan keyin. Shunda boshqasi olsalar ham o'tib borasizlar. Bu narsaga o'xshatib oladi bo'lsin. 120 mingga qilib beryapti degan ochib ko'rsatdi. Hayır, ular bo'ladi. Ilhomjon, siz bozorda yurgansiz. Shunga hozir 50 dollar qo'shib qo'ysam bermayapti deb turib mana. Necha kunimda ishlasa yo'qman, keldim. Bozordan boshqasidan olsa ham o'tkazib olasiz. Shu aka 100 dollar to'lashayotgan 50 dollar qo'shib beradi, bering. O! 67 ming. Pul bo'ldi. 67 yarim degan 50 dollar qo'shib qo'yib qochmasdan qoldi. Men 66 yarim dedim. Men to'g'ri qilib qo'ydim. 67 bo'lyaptimi hozir? 67 ga xolislar to'g'risi 2 soat 3 soat hali yozayotgan chunki xonam kecha rasm yalindi ham. Uni aldash Aytdim bo'ldi. Degani yo'q-ku. Endi bu ya o'zimiz ekansiz deb turib 68 ga beraman degan joyga 50 so'm sizga aytib Bering yana. 50 so'm bilmasa bo'lmaydi. 67 ga sotdingmi? Yo'q. 67 ga sotdingmi? Sotaman. Yaxshi narsa bo'lgan. Ozgina qolibdi. Mana shu bolalar Aka, ish bitib qolibdi bo'lsa beringlar. Aka bo'lganda o'tgan. Aka, bitta gap. Aka, qo'lini ushlang, bitta gap. Aka, siz ham bitta gap. 8 yemadim. Bitta gap. Bo'lasizlar. Yo'q. 25 so'mdan aka o'ylab bo'ling 300 ming so'mdan. Yo'q. Uni demang. Hatto ya bu ikinchi marta endi yoniga Beringchi 300 ming so'mni siz. Vaqtida qo'shib. Degan ish bo'ldi aka. O'tgan safar ham bir marta sotdim. 8 deyman. O'tgan safar 67 ga nechta mayli o'zidan turib
$50 bering foyda ber. Men nima $50 foydalaring? $6700 turishga $50 foyda qilarlik. Sen bu muzaffarsiz. Kim ana bu tog'azaga? Aşı $50 foyda qilyapsiz. Zapas Zapas hakkında ne? $50 istiyor kurmaz. Vereyim Amerika. Mahmut aka, qo'shdingizmi uyga desam, bering endi. Bering, Mahmut aka. Barakatli bersin. 100 ming so'mni berasiz. Yo'q, 100 mingni berasiz. Yo'q, 100 ni berasiz. Voy, 100 yo'q aka. Tegis yo'q. Hech pul bor o'zi. 50 bor ekan. Bo'ldi, barakani qiling endi. Qopdingizmi? Barakani qiling endi. 100 ming so'm berasiz. Jahon aka. 66 yanımızda 100 ming so'm chiqim bo'ldi. Tarbiyalarni ko'raymi? Mana yozib qo'ygan necha. Nasib bo'lmaganda 15 bo'lmaydi-yu, hech bo'lmaganda 20 bo'ladi. Yo boshqadir ko'ramiz. Men qaraganim yo'q uni. Hech qachon 13 o'tmaydiganni bermaydi. Aka, 24 yil boshiga 10 yillik balon ko'p qo'ymaydi. Nasib bo'lsa 15 bo'ladi, yo 17 bo'ladi. 24 aka gaz bor. Endi bu arkadan tosh chachilab, siri ko'zsa eski bo'lib qolmaydi-yu. Baloni yaxshi. Shunga yaxshi. Ko'rdin baloni yaxshi. Endi balonni tosh chachilab tosh bo'ladi, sotasan. Muzaffar. Yaxshi ketdi. Ha? 19 salonda. 19 ham tartib 13 marta osurugi bor-da. 10 yil bo'lganda ham 10 yil bo'lsa 15 yil sirogi 15 bo'ladi. yil surogini qo'shilchi. Ha bu 8 yilga boshlaydi. Vali boboda 300 ming ko'tga qaramasdan. Ko'rmadi. Aytib beryapsiz. Xolos. Aytib beryapsiz. Ishlab chiqarilgan. Joyiga. Bu boshqa Sug'urta-yu. bo'lmasa ochig'ini aytish kerak emas. Ayting, nima ochig'ini aytasan? Ya endi Tanishlik tanishlik uchun aytib qo'ydim deyapsiz. Endi tanishlikka ham bitta o'tib beraman deyish kerak-da. Berdi to'g'ri aytganingizni berdi. Aytib berdi. Mahalla ko'rsatdi. Berdi. Mahallada jiyanim bo'ladi. Yani bu adam veriyor. Gapiraverasiz, bozor bilmayman. Tanish keltirib, endi do'lab tushib. Aytib deb beryapti. Birovdan mashina olib kelin desa, endi do'lab berib. Gap aytyapti, navbat oladi. Metan balonda 100 mingdan so'm yechilgan ekanini aytib qo'yapsan. Lekin ish jo'rtimi javob beradi. Olib sotishga buni metan ekan. Jahon
Yani çok haklısın sen bana gel. Tam 19 ayda. İtalyan çok ertegen bir yakana gayri çıkarıyorum. Nasıl yayı koy biraz. Ol sattığı başkası geçmiyor. Uykunun ne demek? Ol sattığı gene çıkmalar diyor. O şakalar git doğru bir şey. Ben doğru başkası. Ya bir tane burası salatan koyayım. Yok. Beşil olsa hem sürü olsa olsa Ya böyle yani koyayım biraz ya. Yok utmasın. Erkenden gidiyor. Evet, Cihangir'e gel. Ötede de 19. Ötade. Cevap veremedi. Oldu. Kara. o geldi şimdi açıyorsa. Şu maçını satalım. 6700 gel hareket. Yetmiş sekiz. Yeni kirası toz ekan.